Assalamu alaykum, hörmətli televizor körgüçiler. Yaxşımsızlar. Dünya Uğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısıga həmminglar xuş kəpsizlər. Mən Riyasət İftixar Abdurşid. Bugün düşənbə. Hörmətli körürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Dünya Uğur Qurultayı İcraiya Komitetining ayda bir qatim çağırılgan umum yig'ini Qurultay rəhbərlik heyetining qaroriga asosan 16 sentabr shanba kuni tor orqali o'tkazildi. 3 soatdan ortiq davom qilgan va istiqlol marshimiz bilan boshlangan yig'inda oldi bilan yaqinda vafot bo'lgan vatanparvar va Uyg'ur sarxillardan bo'lgan Azod Qosim, Amrullo Afandigil qatorliq ustozlarning ro'yiga, shundaqli Sharq Turkiston milliy mustaqillik uchun jonlarini fido qilgan butkul shahidlarimizning ruhlariga atab duo tilovat qilindi. Qurultay raisi Dolqin Ayso bilan Qurultay ijroiya komiteti raisi Ömer Qanat afandilar Qurultayning o'tgan 2 oyda elib borgan umum faoliyatlar haqida doklad berib o'tdi. Arqadan Dünya Uğur Qurultayı İcraiya Komiteti tarkibidagi 15 komitet va markazlarning mudirlari, Qurultay fondining raisi, Qurultayning har qaysi davlatlardagi ishxonalarining mudirlari va oliy maslahatchilarimo o'zlarining o'tgan 2 oylik xizmatlari haqida tafsiliy doklad berdi. Dokladdan keyin Qurultayning bosh taftishi Farhod Yoqub afandim Qurultay markaz organining va Qurultay Ijroiya Komiteti tarmog'idagi 15 markaz va komitetning o'tgan 2 oylik xizmatlariga qarata tayyorlagan baholash dokladini sundi. Yig'in oxirida so'z qilgan Qurultayning siyosiy va strategiya xizmatlariga mas'ul muavin raisi Dr. Erkin Akram afandim o'zgarayotgan bugungi dunyo vaziyatida Uyg'ur masalasining xalqarodagi o'rni, Uyg'ur masalasini yanada yuqori pallaga ko'tarib Xitoy qarshi kuchli xalqaro besim shakllantirish va bu orqali Xitoyni navbat yurgizayotgan Sharq Turkiston siyosatidan voz kechishga qistashning strategik yo'llari haqidagi fikrlarini o'ttirib qo'ydi. Shundaqli yaqinda Xitoy raisi Shi Jinpingning Janubiy Afrikadagi ziyoratini tugatibla Udul Urumchiga tushishining va atalmish Xinjiang vaziyatining muqimligi va bexatarligining Xitoyning istiqboli uchun zo'r ahamiyatga ega ekanligi haqidagi bayonlarining Sharq Turkistondagi zulmning tixim shiddatli davom qildiganligining shabs ekanligi haqida to'xtalib mundoq dedi. Bu gapni bir qancha qatim dedi, ya'ni yangi gap emas, necha yildan beri deb kelyotidi. Bunday gaplarni Xitoyning boshqa o'lkalar uchun deb qilamiz. Ya'ni haqiqatan Sharq Turkistonning vaziyati Xitoyning kelgusini belgilaydi. Shuningga Sharq Turkiston Xitoy uchun mo'yin bo'lg'achqa Sharq Turkistonda ilib borgan zulm siyosatimi qattiq bo'ladi. Burun Xitoylar bizga qarta ilib borgan siyosat, masalan, siyosiy huquqini dafsanda qilish, iqtisodiy jihatdan bularni kambag'allashtirish, sumirib degandek qilgan bo'lsa, hozirgi hokimiyat Sharq Turkiston xalqiningki butun mushu to'mudan, yurakgacha, o'pkadan, börekgacha hamma nimaga chekinadi. Ya'ni demakchi bo'lg'ini Uyg'urlarni hamda bu jahonda yo'qotmoqchi. Bu yo'qotmak hargiz fiziki jihatdan, fiziologiya jihatdan tushunmanglar. Ya'ni badan bor, kimlik yo'q. Ya'ni Xitoyning janub tarafidagi millatlarga qarab shunaqa. Ya'ni xitoylashtirilgan bir Uyg'urni yaratmoqchi. Hozir yaslidan universitetgacha hammasi Xitoycha gap qilishga boshladi. Uyg'urchani shu o'zaro ma'li gapga aylanadi. Ya'ni bu millatni yo'qotishninki qo'yidan. Bunga yomon diqqat qilmoq lozim. Bu jihatdan degan vaqtida bizningki mushu kurash yo'limiz balki oxirgi yo'l desam to'g'ri bo'lmasligi mumkin, ammo mushu davrninki oxirgi bir harakatimiz. Bunu netice alalırsak, o'zimiz netice alamasak, futuritimiz abaqa degandek kimlikni yo'qotgan bir millatga aylanib qolamiz. Dolqin Ayso afandim xulos so'zida Dünya Uğur Qurultayı qartilgan ishki tashqi hujumlar va xirslar avjiga chiqqan bugungi vaziyatda Qurultay rahbarlari va Qurultay vakillari o'zaro ittifoqlikni va siyosiy sezgirlikni yana oshirib, butun diqqat e'tiborni vatan millat da'vosi qartishining to'liq zarur ekanligini, bu yil 10 ayning 30 kunidan 31 kunigacha Dünya Uyg'ur Qurultayı, Yaponiya Parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhi, Yaponiya Uyg'ur jamiyati va xalqaro parlament a'zolari birligi, ya'ni AIPACning o'rtaq sahibxonligida Tokioda o'tkazilgan Uyg'urlar masalasi bo'yicha xalqaro Uyg'ur munbiri parlament a'zolari uchrashuvining chet ellarda ilib berilayotgan da'vo tariximizda tunji qatim o'tkazilmoqchi bo'lgan davr belgish xarakterlik bir yig'in ekanligini va mazkur yig'inga 200 nafarga yaqin parlament a'zosi, chet ellik tadqiqotchi va olimlar, qonunshunoslar, jamoat arboblari, yana shundaqla 100 dan ortiq Uyg'ur siyosiy faoliyatchilari va tashkilot rahbarlarining taklif qilinganligini eslatib o'tish bilan birga, mazkur yig'inning muvaffaqiyatli o'tkazilishi uchun Qurultay rahbarlarining va Qurultay vakillarining butun kuchi bilan tirishchilik ko'rsatishining to'liq zarur ekanligini ta'kidladi.
Atalmış Uyghur Abnumraylık hökumətinin qorçaq rəisi Erkin Tonyaz başçılığındakı bir öməknin yaqında Vengriyada ziyarəti bolğanlığı, amma bu ziyarətning Vengriya dairələri tərəfindən məxfi tutilğanlığı aşkarlanğan. Vengriyalik parlament əzası Tompos Martonның Twitterda aşkarlashicha, Erkin Tonyaz bir qancha kun avval Vengriyaning iqtisodiy va taraqqiyot ministri Marton Nagy, tashqi ishlar ministri Leventi Magyar, Dövlət Məclisinin muavin başlığı Sandor Lezsak və parlament əzası Monika Donay qatarlıqlar bilan görüşkən. Tompos Marton Twitterda Vengriya hökumətinin bu ziyarətini qəsdən yoşurğanlığını ayıplagan. O, Erkin Tonyazdek Xitay hökumətinin Uyğurlarga yürgüzətqan irqi qırğınçılığı və insaniyyət qarşı cinayətlərdən məsuliyyəti bar deb qara tizimlik elinğan bir Xitay əməldarının Amerikanın ittifaqdaş bolğan bir dövlətdə qarşı elinmaslığı kerak deb yazğan. Tompos Marton yana Xitay hökumətinin Uyğurlarga yürgüzətqan qorqunçluq muamiləsi haqida məlumat bergan. Erkin Tonyazning Vengriyadagi rasmiy ziyaratiga oid ko'rinishlar Şinjan televiziyasining Xitoycha kanalining 11 sentabr kunidagi xabarlarida tarqatilgan bo'lsa-mu, ammo Vengriyadagi hech qanday televiziya kanali tarafidan tarqatilmagan. Vengriya tarqatilgan Viskar nomli xabar tori bu vaqtda mundaq degan. Bu yilning 5-ida Erkin Tonyazning Angliya, Fransiya, Belgiya qilmoqchi bo'lgan ziyarati qattiq norozilik sababidan bekor qilib o'tilgan edi. Biroq Vengriya bosh ministri Viktor Orban boshchiligidagi hukumat buni makkorlik bilan hal qilgan. Ular Erkin Tonyazning ziyoratini o kelishdan burunmi ham keyinmi axborotlarga xabar qilmagan. Ammo bosh minister yuqori darajalik rahbarlari bilan Erkin Tonyazni qizil poyanda silib kutib olgan. Vengriya parlament a'zosi Tompos Martonning ilgari surishicha, uchrashishda Vengriya Xitoy ikki taraf bir poyezd liniyasi qurilish turiga imzo qo'ygan. Bu liniya Sharq Turkistondan boshlanib, Vengriya poytaxti Budapeshtdagi bir ximiyalik modda tarqitish bazasida oyoqlashdi ekan. Biroq Vengriya doiralari oshkorlangan hujjatlarga qaramay, Xitoy bilan bundaq bir qurilish turini imzolaganligini e'tirof qilmagan. Bosh shtabi Amerikaning Nyu-York shahriga joylashgan kishilik huquq fondi 13-sentabr Nyu-Yorkning har qaysi joylaridagi mashhur imoratlar va muhim joylardagi e'lon taxtlarga Uyg'ur majburiy emgakini tasvirlaydigan tasviriy shouli tushirish faoliyati olib borgan. Kishilik huquq fondi Nyu-Yorkdagi danglik Brooklyn ko'rki yangi muzey va munari qatorliq mashhur imoratlarga tushirgan tasviriy shoularda ko'rurmanlarni kiyayotgan moda kiyimlarining orqasidagi hayotlar haqida o'ylanishga chaqirgan. Tasviriy shoularda ishga yurish mayka ko'rgazma qilingan bo'lib, birining bahasi $4.99, yana birining bahasi $44.99 bo'lgan. Ular talon shaklida yasagan Uyg'ur majburiy emgakiga oid ma'lumotlar orqali mazkur maykalarning baho farqining orqasidagi sabablarni ko'rsatgan. Ular ko'rsatgan ma'lumotlar Xitoy hukumatining Uyg'urlarning keng ko'lamda lager va turmalarga solganligi, u yerlardagi jinsiy zo'ravonlik, majburiy tug'mas qilish, keng ko'lamlik nazorat qilish va qiynashlar, majburiy emgak va boshqa kishilik huquq dafsanchiligi qatorliqlarni o'z ichiga olgan. Tasviriy shoularda yana sizning tejab qolganlaringiz ularning hayoti badliga kelgan va Uyg'ur majburiy emgakini harmingizga qochilmang deganga o'xshash xatlar va talon shaklida ishlangan rasmlarda lagerlar qamalgan Uyg'urlarning rasmlari to'xtamay ko'rsatilgan. Kishilik huquq fondining qonun ishlari va programmalarga mas'ul xodimi Claudia Bennett xonim bu faoliyat haqida Erkin Osiyo radiosining ziyoratini qabul qilib mundaq dedi. Kishilik huquq fondi foyda elishni maqsad qilmaydigan organ bo'lib, asosligi dunyoning har qaysi joylaridagi mustabid hokimiyatlar keltirib chiqarayotgan jamiyat masalalariga ko'ngil bo'ladi. Bizning programmalarimizning biri kishilik qiymatingizni kiying nomli programma. Yana bu programmada asosligi moda dunyoning har qaysi joylaridagi kishilik huquq dafsanchiligiga diqqatni tortishni maqsad qiladi. Nyu-York moda haftaligi oxirlashgan 13-sentabr kuni biz Nyu-Yorkdagi 3 tonglik binoga Uyg'ur majburiy emgakiga munosabatli tasviriy shouda tushirdik. Bu orqali iste'molchilarni mal sotib olishdan burun ishlab chiqargan o'ringa obdan qarab, setib olmoqchi bo'lgan milining majburiy emgak chetishlik yoki emaslik haqida aniq javob olishni talab qildik. Ma'lum bo'lishicha, Nyu-Yorkda o'tkazilayotgan moda kiyim-kechak haftaligi 7-sentabrdan 13-sentabrgacha davomlashgan bo'lib, dunyoning har qaysi joylaridan nurg'unlagan danglik markalar qatnashgan. Claudia Bennett xonim yana bu masalaga ko'ngil bildigan iste'molchilarning 2021-yil dekabrda yo'l qo'yilgan Uyg'ur majburiy emgaki marka tekshiruvchisini ishlatishni tavsiya qildi. Ma'lum bo'lishicha, iste'molchilar mazkur detalni kompyuterga yoki telefonlarga tushirib ishlatganda Uyg'ur majburiy emgakiga chetishlik bo'lish mumkinchilik bo'lgan markalarning tor betiga kirib qolgan bo'lsa, ularga darhol ogohlantirish berdik ekan. Xitoyning bir belbog' bir yo'l qurilishi qatnashgan Portugaliyaning bu qurilishdan o'zini tortganligi ma'lum. Yevropa siyosat analiz markazida bu vaqt e'lon qilingan muloyizadan qaraganda, hozir Portugaliya bosh ministri Antonio Costa hukumati jimjit holda Xitoy bilan bo'lgan qo'yiq munosabatlardan uzoqlashib, diqqatini Shimoliy Atlantik ahd tashkilotiga, ya'ni NATOga a'zo bo'lish qaratmoqda ekan. Buning ifodasi yaqinda Portugaliyaning tashqi ishlar ministri João Gomes Cravinhoning bir so'zida aks ettirilgan bo'lib, u mundaq degan:
Agar Xitoy Rossiyaning Ukrainadagi tajovuzchilik urushini qurol bilan ta'minlagan va o'xshash bir vaqtda Ukraina qurol avatgan bo'lsa, u holda Portugaliya Xitoy bilan bo'lgan siyosiy va iqtisodiy munosabatni ko'zdan kechirdi. Maqolda deyilishicha, Portugaliya hukumati, ya'ni Yevropa Ittifoqining savdo, mablag' silish va 5G texnikasi jihatda Xitoyga bildirayotgan qattiq pozitsiyasini qabul qilayotgan bo'lib, bu Xitoyning kengaymichiligi va mustabidligiga bo'lgan gumonning eshishi bilan munosabatli ekan. Hürmetli görürmenler, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamızning tafsilotini sunduq. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.